Assalomu alaykum. Men vrach terapevt revmatolog Yonurbek Karimov bo'laman. Yaqinda Turkiyaning Istanbul shahrida 30-31 may kunlari Xalqaro ISKA tashkiloti tomonidan xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Shu konferensiyada men ham ishtirok etib, egzosoma, ya'ni o'zak hujayralar amaliyotini tibbiyotda qo'llash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni o'rganib keldim va bugunda Xorazm viloyatining Urganch shahrida Karavan Medline klinikasida egzosoma, ya'ni o'zak hujayra amaliyotini turli xil kasalliklarda qo'llay boshladik. Agarda sizda bo'g'im yemirilishi, aseptik nekroz, turli xil revmatologik kasalliklar, osteoartritlar bezovta qilayotgan bo'lsa, biz sizga zamonaviy egzosoma, ya'ni o'zak hujayra amaliyotini taklif etamiz. Nafaqat biz bu travmatologiya, revmatologiyada, shu bilan birga turli boshqa tibbiyotning boshqa sohalarida ham egzosoma, ya'ni o'zak hujayra amaliyotini qo'llashimiz mumkin. Agarda sizda egzosoma, ya'ni o'zak hujayra amaliyoti bo'yicha turli xil savollar yoki qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, mening bepul tibbiy ko'rikimga yozilishingiz mumkin. Karavan Medline klinikasida sizni kutib qolamiz.